Xo'p, mayli, sog' bo'linglar. Qishloqdagilarga salom deb qo'ying. Xo'pmi? Uydagilar hammasi so'rab qo'ying. Bo'pti. Xo'p. Oy. Ay, Xudoga shukr. Ketdi-ya. Sekin gapiring. Eshitib orqalariga qamchishmasin. Devori ham qulog'i bor, dadasi. Nafasingni siqqin. Ya. Undan ko'ra mehmonlar oldida o'tirib bir maza qilib choy chalmadi odam. Boyaga ovqatingsiz bir o'tirib choy ichaylik. Bo'ldi, keling. Xotin, bitta sel go'shtli qilib sizgin bir maza qilib yeylik. Mehmonni oldida odam endi g'ishta o'pirib solishga noqulay bo'ldi-da. Maylimi? Tezlashtir. Bo'ldi, xo'p dadasi, hozir. Ana. Nafasini shamol uchirsin dedingiz-a? Nafasimni shamol uchirib quloqlariga yetkazdi. Dadasi qaytib kelishdi. Vahima qilmagin. Balki birov adashib bosayotgandir. Qayerdan bilasan ular ekanligini? Men qarab, sen ovqatsizmay turgin, xo'pmi? Iloji bo'lsa biror joyga berkitib tur. Mana shunday chiqib bir qaraychi kim ekan. Balki begona adashib nima qilgandir. Yaxshi niyat qilib turgan xotin. Men bir qaray, sen o'tirib tur. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuhfatilla ekansiz aka. Ha? Ha, men Tuhfatilla akaman. Tog'am aytgandek bir ajoyib inson ekansiz aka. Mana biz keldik. Kechirasiz. Tog'angiz kim edi? Tog'am Dalaboy aka borlar-ku. Ha. Men Dalaboy akani jiyanlari bo'laman. Men kelinlari. Men singillari. Bo'ldi. Nima xizmat? Kirsak gaplashamiz-da. Maylimi? Kirsak? Bo'p, kelinglar. Kiringlar. Keling. Yaxshi kelib oldinglarmi? Charchamayapsizlarmi? Meni tanimadi shekilli. Tushunmadim. U yoshligingizda sevgisi qilib rosa xatlar yozardingiz-ku, orqamdan rosa yurgansiz-ku. Xavotir olmang. Men hozir turmushga chiqqanman, baxtli hayot kechiryapman, farzandlarim bor. Mana o'g'lim, kelinim bor. Chalg'imaylik, bo'ladigan gapdan gaplashaylik. Nima gap ukajon? Endi xabaringiz bormi? Men sirtqida o'qiyman. Ilgari o'qish boshlanganda kelsam, kursdoshlarimiz bilan hammamiz birga turar edik. U paytda bo'ydoq edim. Endi yaqinda uylandim. Mana keliningiz. Shunga endi keliningizni yolg'iz tashlab kela olmadim, o'zim bilan birga olib keldim-da. Yaxshi qilibsizlar ukajon. Demak, sizlarga bir nima deydi, yosh oila deganday bemalol bir ijaraga uy topishim kerak ekanda. Yo'q, shart emas. Shu yerda turaveramiz. Dalaboy akam sizni manzilingizni berdilar. Ijaraga uy olib berib, ortiqcha pul sarflab o'tirasizmi? Turaveramiz. Endi naqulay emasmikin deyman-da endi o'zimcha. Ha, aytgancha onajonim ham birga keldilar mana. Endi kelinim yonida bo'lib turmasam bo'lmaydi. Muammolarni menga aytdi. Shu o'qish tugaguncha yonida turaman-da endi. Endi bilasiz, sirtqi bo'limdagilar kontrakt asosida o'qishadi. Shu kontraktimni to'lamasam o'qishdan haydab yuborar ekan. Shunga o'zimni yonimda bor-u, ozroq yetmay turibdi. Shunga yordam qilib yuborasiz endi. Kontraktingiz qancha o'zi? 12 million so'm. 12 million, ha. Qancha yetmayapti ukajon? 11 million so'm. Keyin yana bir masala, keliningizni, onajonimni buni Toshkentga olib boraman, aylantirib kelaman deb to'ydan oldin va'da bergan edim. Onajonimni ham Toshkentga kelmaganlariga 15 yil bo'libdi. Mashinangiz bor-a?
Yo'q, mashinani ijaraga berib yuborganman ukajon. Voy, shunda pastga tushsangiz avtobuslar Toshkent Cityga olib borib qo'yadi, yetib olasizlar bir pasda, to'g'rimi? Endi yanga, men onajonimni avtobus olib yuradigan bola emasman. Taksi bordir hech bo'lmasa. Dadasi, taksi chaqirib bera qoling. Mayli, aylanib kelisha qolsin a. Bo'ldi ukajon, hozir men bitta taksi chaqiray. Hozir. Ha, aytgancha. Eng asosiy narsa esdan chiqibdi-ku. Sizga qishloqdan bir zo'r sovg'a kelgan. Qanaqa sovg'a? Ana aytgancha Hamraqul cho'pon bir qo'y so'ysam bir sonini sizga jo'nataman dedi. Jo'natdimi? Yo'q, qo'yni bilmadim-u, Dalavoy akam uylariga borganingizda maza qilib bodom chaqqan ekansiz. Ha. Ana shu bodom sizga rosa yoqqan ekan. Shu bodomdan oxirini berib yubordilar sizga. Mana. Ha, bo'ldi. Rahmat. Rahmat ukajon. Tez pastga tushaylik. Mashina ham kelib qolgandir. Yuringlar. Xayriyat-e, ketdi. Qaytib kelmasin. Yo'q, mana unaqa xursandchiligim 5 minutgacha o'sin deydi. Hozir kirib keladi. Tuxfatdilar, jiring, tuxfatdilar. Shunda jonimga tegdi. Biram qishloqda tanishmishlar-ku. Olib kelgani 4 ta bodom. Xotin, bu ahvol bo'lmadi. Menga qara. Bu Dalaboy degani odamni to'xtatmay jo'natyapti. U bizni mehmondo'stligimizni sinamoqchi. Ki asabiylashmaylik-da. Bolamiz ham mana 9-10 ga kirdi. Hali qor nimaligini bilmaydi. Ko'rgani televizorda. Shuni olib borib, bir qorga chiniqtirib, chimyonga olib chiqib bir dachani olib 3-4 kun turib kelaylik. Bir dachani olamizda, o'sha dachada 3-4 kun turamiz. Ungacha bular ham aylanib, shahar aylanib uyga keladi. Qo'ng'iroqni bosadi. Biz chiqmaymiz. O'zlari kutib qaytib ketadi. Telefonlarni o'chiramiz. Xotin, yana u taqqa borib turib, go'rs etib o'zing qorga tashlama. Tog'da qor ko'chib o'lishi mumkin. Tushundingmi? Qo'ying dadasi, hamma narsa durasa, zo'r o'ylabsiz. Men ham telefonni o'chiraman, sen ham o'chirasan. Chiringladi. Yana kim bo'ldi? Ana ularni nimasidir qolib ketdi-yu. Men bir qaray. Assalomu alaykum. Ostonada ko'rishmaylik. Ichkariga kiraman. Kiraman ichkariga. Ya tuxvatilla aka, keling bir bag'rimga bosib qo'yay. Oh, yaxshimisiz? Sonlar yaxshimi? To'g'risi men sizni taniy olmayroq turibman-u, lekin ismimni aytganingizga hayron bo'lyapman. Kimsiz o'zi? Rostdan tanimadingizmi? Yo'q, tanimadim. Kim bo'lasiz? Tanimaysiz-da. Birinchi marta ko'rib turganingizdan keyin qanday taniysiz? Tushundim. Demak, siz manzilda adashgansiz, boshqa joyga kirib qoldingiz. Ha? Uni tushunaman. Nima deyapsiz, Ha? Ya, meni tanimasangiz ham Dalaboy akani tanirsiz. Ya, Zalatoy odam shu kishi. Taniyman, Dalaboy akani taniyman. Dalaboy aka shaharga chiqayotganimni eshitib, xursand bo'lib menga aytdilarki, shaharda bir tanishim bor, borib mehmon bo'lgin, bo'lmasa xafa bo'ladi, dedilar-da, sizniki jo'natdilar mana. Dalaboy aka aytdilarmi? Men qarang. Bu Dalaboy akani uyini ro'parasida bir fermani tekshirishga borgan ekansiz. Boruvdim, ha. O'sha kuni Dalaboy akani to'yida
mehmon bo'lgan ekansiz, ha? O'zlari qo'ymadi. To'yga kiring. Bir to'yimizni ko'rib keting deb o'zlari qo'ymadi. Aytishlaricha, o'sha to'yda mazza qilib bodam chaqqan ekansiz, ha? Yo, rost emas, 4 donagina bodam chaqdim. 3-4 dona emas, rosa chaqqan ekansiz. Yana ketayotganda bir qism ham olib ketgan ekansiz. Hozir kelayotganimda ham Dalaboy aka aytdilar. O'sha bodamdan olib boraylik deb rosa izladilar, topolmadilar-da. Shu siz yaxshi ko'rib qoldingiz deb bir siqim o'zlari cho'ntagimga solib yubordilar. Men qarang, televizoringiz qayerda? Televizorim mana shu uyda. Shu uydami? Men shu uyga borishim kerak. Hozir futbol boshlanadi-da. Ko'rishim kerak. Bu futbol ko'rmasam bo'lmaydi-da. Qanaqa bezovta? Kim bu? O'sha bodam yegan tishlarim sinib ketsa bo'lmaydimi? O'sha menga bodam bergan Dalavoyni tanishi ekan. Shundoq mehmonlaringiz jonimga tegdi. Men yo'qman uyda. Tushundingizmi? Xo'p. Xush kelibsiz mehmon. Birpas turib gaplashsak bo'ladimi? Futbol boshlanib qoldi-da. Muhim o'yinda bu. Yo, biron bir kamchilik yo'qmi? Shuni bilmoqchi edim, xolos. Siz u tomondan xijolat bo'lmang. O'zingizni uyingizdagidek to'kib sochib yeyavering bemalol. Biz xizmatda. Endi u futbolda odamlar bir narsalar yeb, bir narsalar qilib tomosha qiladi-da. Menga yoqmaydi u. Menga iloji bo'lsa bir kofe damlab kelsangiz. Bo'ldi. Keyin pista olib kelsangiz yaxshi bo'lardi. Odam miyasi dam oladi-da. Pista deganga yana uni handom pista olib keling, bo'ptimi? Oddiy pista ko'tarib kelmang yana. Menga qarang, siz umuman xijolat bo'lmang. Nimadir yegingiz, ichgingiz keladigan bo'lsa, tortinmasdan aytavering. Xo'pmi? Hozir pastga tushaman-da. Bu kamchilik bilan chiqib kelmaydiganman. Hammasini bartaraf qilib beraman. Xo'pmi? Tortinmang. Shu desangiz, meni bir jiyanim shu shaharga o'qishga kirgan. Endi voy talaba qurg'urga bu narsalar olib borib bir ko'nglini xotirjam qilib xursand qilib kelaman dedim. Dalaboy aka aytdilarki, ovora bo'lman dedilar. Shaharda bir dedi tanishim bor. Xuqvatullar. Shuniga boring, hamma shart-sharoit bor uyda. Mayda-chuydalar qilib beradi, borib bemalol studentni ko'rib kelaverasiz. Rosa ko'ngli ochiq deb sizni maqtadilar. Uzra, siz tomosha qilavering. Eshik jiringlab qoldi. Shunda qarab oling. Xo'pmi? Ko'chib ketdi bu. Voy bu. Aqlsizligina. O'zim ko'chaga chiqaman. O'zim ko'chaga chiqmasam, bu ham qayerdagi irim-sirim ostonada ko'rishmaylik deb o'zini ichkariga uradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'lar yaxshimi? Rahmat. Ya xayriyat uyda ekansiz a. Uyda bo'lmay go'rda bo'lamanmi? Kim biladi deysiz? Dalaboy akanikidan olib kelgan bir qop bodomingiz tugab qolgan bo'lsa, bodomni izlab bozorga ketdimi deb to'g'ri uyingizga kelardim. Yo. Bodom nima, hammasi joyida. Behijolat. Sizni tanimadimmi? Tanimadingizmi? Yo'q. Dalaboy akaga borgan odam men bo'laman. Rahmat. Shuncha yo'ldan oqibat qilib kelganingiz uchun katta rahmat. Rahmatni kattasini hozir ichkariga kirganda aytasiz. Amaki uylaringizda Wi-Fi bor-a? Bor. Kompyuter ham bormi amaki? Bor. U maza qilib o'ynayotganimizda. Bo'lmasam ketdik.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aleyküm Yaxshimiyasizmi? Rahmat. Siz kimsiz? Meni Dalaboyga jo'natdi. Xo'sh. Ha, bozorda tanishib qoluvdim. Qayerga ketyapsan dedi. Ya bir Toshkentga bir aylanib kelay deb aytuvdim. To'xta dedi. Shaharda yaxshi mehmondo'st ukam bor, Tufatilla. Shuniki albatta borgin deb manzilingizni beruvdi. Keyin bodam yaxshi ko'rishingizni shu odam aytuvdi. Iloji bo'lsa ikkala bodam ham olgin devdi. Bodam? Ha? Lekin shuncha izladim, siz yaxshi ko'rgan bodamdan topolmadim-da. Yana bodam? Bodam o'lsin, bodam! Bodam chaqqan tishlarim to'kilib tushsin. Tushundingizmi? Mana Dalaboy jo'natgan odamlar oilaviy ko'chib kelib turibdi. Siz ichkariga kiravering. Men shunda shifoxonaga borib kelay. Nima qilasiz shifoxonada? Ko'rinishingizdan soppa sog'siz-ku. Dalaboyni bodomlarini chaqib chaynagan tishlarimni bittalab sug'urtirib tashlayman. Nima? Ha?